Assalomu alaykum koreys tili o'rganuvchilari. Bugundan Suwon koreys tili akademiyasi nomi ostida men Jasurbek sizlar bilan bir yangi loyihani boshladik. Bu loyiha bir darslik desak bo'ladi. Loyiha desak o'zimizdan nima yasab olamiz. Shuning uchun bugundan bir yangi silsilaviy dars boshladik. Xudo xolasa, Alloh taolo bizga buni uzoq davom etishlikka yordam bersin. Bu kitob tarjima kitob hisoblanadi. Yonsei Hangugo 2, ya'ni tekstlar jamlanmasi. Bu kitobimiz 6-darajasigacha bor. Biz xudo xolasa birdan boshlagan bo'lsak, xudo xolasa 6gacha olib borishlikni niyat qildik. Alloh taolo yetkazsin. Bu kitobimizni qayerdan bilasizlar degan savollarga qisqacha to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Biz Koreyada o'zimiz ham Aju universitetining Hangugo Ohaktanida o'qiyotgan paytimizda ham xuddi shu kitobda o'rganganmiz. Juda manfaatli va foydali bo'lgan va sizlarga ham foydali bo'ladigan umidda bu ishni boshladik va hozirda ham o'zimiz o'qituvchilik faoliyatida xuddi shu o'quvchilarga ham xuddi shu kitobdan dars berib kelyapmiz. Ya'ni bu ham qo'shimcha qo'llanma hisobida. Demak, boshladik. Bu kitob haqida ozroq bo'lsa ham tushuncha Yonsei universiteti tomonidan ishlab chiqilgan. Yonsei universiteti koreys tili o'rgatuvchi ustozlar tomonidan ishlab chiqilgan kitob hisoblanar ekan. Bu kitobimiz 40 ta mavzuni o'z ichiga oladi. Sashib guagacha, ya'ni 40 ta guagacha, 40 ta endi mavzu yoritilgan. Har bitta mavzu bittadan. Mana yuqorida aytganimizdek Chagisoga bugungi xudo xolasa o'rgangan narsamiz mavzumiz Chagisoga hisoblanar ekan. Chagisoga o'zini tanishtirish. Keyingisi Uri Kyoshi, bizning sinfxonamiz, misol Nepang, mening xonam. Demak, bugungi Chagisoga bilan xudo xolasa kifoya qilishlikka harakat qilamiz. Bu yerda harflar ham bor, o'shaning uchun harflarga to'xtalib o'tirmaymiz. Bugundan xudo xolasa 4-mavzuni yoritib o'tar ekanmiz. E'tibor beradigan narsamiz Chesagwa, Chagisoga 4-gua, ya'ni 4-dars, 4-mavzu desak ham bo'ladi. Chagisoga o'zini tanishtirish. Demak, ikkita savol. Bir savol beriladi, shu savol bo'yicha nima qilamiz? Chom mannamnida ilk bor ko'rishyapmiz. Yoki ilk bor ko'rishyapsiz. 39-samlikka qanday salomlashasiz deyapti. Demak, xuddi shu savol asnosida biz nima qilar ekanmiz? Bugungi mavzumiz shu savol asnosida aylanar ekan. Endi bugun shu inson haqida nima qilamiz? Yoritib o'tiladi. Kichaching degani bu jurnalist kartasi, ya'ni o'zini xuddi ID kartamiz borki, Hakseng kabi. Hakseng o'quvchi uchun karta degan ma'no bildirar ekan. Hakseng o'quvchilik guvohnomasi degan ma'no bildirar ekan. Bunda ham shu. Yonsei, e'tibor bergan narsamiz Yonsei nom. Shinmun gazeta sa. Agar Shinmun sa bo'ladigan bo'lsa, nashriyot hisoblanar ekan. Gazeta va nashriyot. Demak, e'tibor beradigan narsamiz bu yerga Annyeong hashimnikka salom degani. Ba'zilar buni assalomu alaykumga adashtirishadi. Yo'q, bu salom degan xolos salom degani ekan. Salom. Assalomu alaykum tarjima qilinmaydi, shunday o'tadi. Assalomu alaykum qanday bo'lsa o'shani sal talaffuz o'zgarishi mumkin. Endi shuni muqobil variantida annyeonghaseyo misollarni ham keltirsak bo'ladi. Juda erkinlanib gapirishadi, lekin annyeonghaseyo sekinroq o'qigan paytimizda. Demak, bu salomlashib oldik. Chom pepgessimnida. Chom ilk bor pepgessimda ko'rishyapmiz. Birinchi marta ko'rishyapmiz. Birinchi insonni haqiqatan birinchi marta ko'rishib turgan paytda xuddi shu iboradan foydalanar ekanmiz. Cheyimsi Thompsonimnida. Mening ismim James Thompsondir. Mening ism degan ekan. James o'zining ismi, Thompson bu familiyasi desak ma'no bildirar ekan. Migug esa vassimnida. Amerikadan keldim. Migug Amerika eso dan degan ma'no bildiradi. Bu yerda dan degan ma'no berar ekan. Vassimnida o'tgan zamonda ismnida oyoni ma'nosini beryapti va rasmiy shaklda e'tibor berayotgan bo'lsak, Shinmun gazeta, Kija muxbir, ya'ni jurnalist hozirgi tilda, imnida dir degan ma'no iyeyo va yeyoni ma'nosini beryapti ekan. Demak, Shinmun Kija imnida bo'lsa, tarjimasi gazeta muxbiri, jurnalisti degan ma'no bildirar ekan. Lug'atlarimiz bor. Lug'atlarimiz Chagisoga yuqorida aytganimizdek o'zini tanishtirish, Annyeonghaseyo salom, yuqorida mana hello inglizcha ham
Chavim ilk bor Pepda ko'rishmoq. Che mening irim ism Miguk Amerika. Esovastimda dan keldim. Kija Shimun Kija gazeta muxbiri Kicha Chin. Bu yuqorida aytganimizdek jurnalistlarni guvohnomasi, kartasi, Chonhua Bono telefon raqam, Chuso adres, ya'ni manzil, Shinmunsa bu gazeta nashriyoti hisoblanar ekan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Darsimiz shu joygacha edi. 오늘은 수업이 여기까지입니다.